Assalomu alaykum gazelchi akalar. Bu gazelimizdan ZMZ motorini olib tashladik. O'rniga Mercedes motor qo'yib beramiz. Xo'p, ZMZ motor haqida kim ma'lumotlar biladi? Qanaqa motorimiz bu? Hech bu motorni remont ham qilmaganmiz, quvvatini ham bilmaymiz, lekin olib tashlayapmiz. Bu ham o'zi yaxshi motormi? Mana shu gazelimizni olib tashladik. O'rniga Mercedes motor qo'yib beramiz. Brewster. Bu motorimizni olib tashladik. O'zi qanaqa, ot kuchi qanaqa bunda? Nechta yuk tortiladi gazelda. Buni gazelchilar bilsa kerak, gazelchilar tashab qo'yinglar bu videoni. Xudo xolasa eski motorlarni tushirib qo'ydik. Hozir bunga yangi motor olib chiqqanmiz ana. Mercedes Brewster. Kirishkani ochyapmiz, motor ichini ko'ring. Ochchi kirishkasini. Xudo xolasa motor o'ta ham go'zal holatda turibdi. Deyarli yurmagan shekilli. Mana shu motor xudo xolasa gazel mashinasiga qo'yib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar. Chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz. Motorlar ham bor kimga kerak bo'lsa. Motor o'ta go'zal holatda chiqdi. Mana o'sha gazel mashinamiz. Xudo xolasa motorlarini o'rnatib qo'ygan edik. Brewster Mers motor. Provodkalar tortilyapti. Tok sohasi. Xudo xolasa ozgina ish qoldi. Zavod qilsak, bir yurgan holatlarni ham qo'yib boramiz videolarini. Saloniga kelsak, hop, salonni bu avtomat bo'lyapti. Ozgina işte montaj ishlari bor. Mana skorost rejeklari. Yurgandan keyin bitta bar yasaladi. Xudo xolasa kuzatib borsalaring. Bitgan holatini ham bir qator videolarni qo'yib boramiz. Bu videoda shu gazelchi tanishlarga tashlab qo'yinglar. Assalomu alaykum akalar. Mana xudo xolasa gazel mashinamiz bitdi. Bunga Brewster Mercedes 36 avion motor qo'yib berdik. Eng qiziq joyi bu avtomat korobkalar bilan bitirib berdik xudo xolasa. Motor ishlashini ko'ringlar, salonlarni orasiga. Gaz motori. Bitta bir parcha ko'ramiz. Motor ishlashlar juda tekis ishlayapti, to'g'ri holatda. Mana akalar, mashinamiz avtomat holatda. Bunda tiptronikalari bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol qilib chiqaverasizlar.